Assalomu alaykum. YouTube'imda muxlislari. Bugun mana yana sizlar bilan birgamiz. Bugungi nimamiz, ko'rsatuvimiz biroz boshqacharoq, noodatiy bo'ladi. Bitta biz hozir nimalar dehqonlarimizda o'zimning muxlislarim bir ikkitasi nima iltimos qildi. Kelingda nimani agratimni ko'rib, o'sha vizuallarimni, polozlarimni ko'rib, maslahatingizni bering dedi. Shuning uchun hozir bir ikkitasinikiga boramiz. O'shalarga nimalarni ko'ramiz, dehqonchiliklarini, maslahatlarimizni beramiz. Bo'lmasam ketdik. Bitta hurmatli o'rtoqlar, obunachim bittasi nima iltimos qildi. Oshqovoq egibdi ekan, o'rtasiga mana badring ham egibdimi bilmayman. Oshqovoqlarni mana ko'rib bering. Nima kamchiligi bor debdi ekan, mana oshqovoqlar tashqarida. Chiroyli qilib. Mana yaxshi-yu. Mana pomidorimizni suv bostirib olibdi-da, endi buni chovib qo'yish kerak endi. Chovib maslahatim mana suvni ko'paytirib olgan, mana suv chiqib ketgan. Ertaga yetilish bilan chopotda bu tomonga qum uyib qo'yadi. Bitta ayib mana shu yerda mana shu ayib bo'pti-da. O'shanga nima qiladi? Mana bitta ayibi mana shu o'rtoqlar mana. Ko'llatib yuborgan pomidorni. Makkasi endi makkalar bo'laveradi. Makkani sug'orishi mana shu holatda sug'orilaveradi. Shu tavsiyam hozircha shu. Keyingi xonadonda uchrashamiz endi. Xo'p, xayr. Keyingi xonadonimizga keldik. Mana bular ham xuddi men aytgandek oltin gurgutni nimaga solib qo'yibdi mana o'rtoqlar. Mana o'sha men aytgan usulda qilibdi, lekin bu tomonda jo'yakni sal nimalar olib qo'yganda soyozlarga olib qo'yibdi, jo'yak, soyoz qilib. Chuqurroq qilish kerak edi jo'yakni, mana shu jo'yakni. Ammo hozircha yaxshi. Bizning sharoitimiz shunaqa deyapti, yerimiz shunga moslangan deb aytdi. Qani ko'ramiz mana agratlarning turishi mana hammasi pomidorlar mana shu qarang. Gullagandan keyin suv berdim o'sha sizda maslahatingiz bo'yicha dedi mana. Turish holati. Mana shaklda mana. Iplarni bog'lab juda chiroyli qilib qo'yibdi, qarang. Mehnatkashda mana hamma yo'q bor agratda mana. Mana bu yerda mana savzilar bo'yapti. Mana savzilarni qarang, mana savzilar. Mehnat qilgan odam kam bo'lmaydi. Mana bu yerda shalg'am mana. Shalg'ami. Qaysi shalg'amdan ekan bu? Mana shalg'am. Yapaloq shalg'am ekan. O'tlarda nimasi bor ekan? Pomidorlar, bolgariskilar, olma. Ishqib nima desa borda xonadonda mana. Bu yerda karchikani bular qo'sh qator qilib ekilar ekan o'rtoqlar. Mana hammaniki sharoitga qarab aytdimi? Hammani sharoiti har xil bo'ladi. Mana bular qo'sh qator qilib ekadi ekan. Qo'sh qator mana. Mana bu yerga nima ekib qo'ydi ekan? Bu yerga nima ekdilarmi aytgan? Shalg'am mana. Keyingi shalg'ammi bu? Kechkisi, ha? Kartoshkalar mana keyin mana bu gullab qolibdi, mana kartoshkalari ham. Agar qarang, jannatda jannat. Mehnat qilgan odam kam bo'lmaydi. Agar qarang mana ham kartoshka mana qo'sh qator mana shu. Mana qarang. Qo'sh. Bakin operator. To'ng'izlar ham chiqib qolibdi. Dori sepdilaringmi bunga? O baba dehqon. Dori sepdilaring qo'ng'izga qarshi qo'ng'iz tushib qolibdi. Ha, dori sep qo'yinglar. Bilasizlarmi dori nomini? Aytaman hozir o'zim. Mana bolgarskilarni ham nima chopib. Mana bolgarskilar. Bolgarskilar mana. Bu tomonda loyami? Loyani mana chopib, mana loyalar. Loyalarni mana chopyapti ekan, chopiqdan chiqarib, yarmini chopib bo'pti. Shu bilan o'rtoqlar,
Mana xonadonlarga kelib erinmasdan maslahatlarimni berdim. O'zimni boshimdan o'tgan, sinagan narsalarimni aytyapman. Bu hozir xo'jayinlarga haligi gektar yerga nima qilayotmanglar, so'rayotmanglar. Ularni bilmaymiz baribir endi biz. Katta gektarni agrofirmalar beradi maslahatni. Bo'lmasam salomat bo'linglar. Yana ko'rishguncha yaxshilikda mana shunaqa xonadonlarga ham borib ko'rishaveraylik. Eslanglar chiqmasin. Mehnat qilgan sog'lom bo'ladi, sog'lom odam mehnat qiladi. Like bossalaring dehqonchasiga o'zimizga o'xshagan mana bunaqa bodomlarni qarang. Xuddi shunday bitta shunday bosib qo'ysalaring bo'ldi. Xo'p, xayr, salomat bo'linglar.